Selam hammaga sizlar bilan direkt YouTube kanali. Kechirasizlar, sal shamollab qolganman. Aytmoqchi, nima men videolarimga like, obuna bosmaysizlar, shuncha odam kuzatdi ekan. Nima bosmaysizlar? Sababini aytinglar. O'tgan videomiz 35 marta ko'rildi, lekin 3 ga obuna yig'ildi. Sizlar tezroq obuna yig'inglar. Va ana qilamiz. Hozirroq kompyuter shkoli eshigi ochib qolib ketibdi. Chaq. Bir soat basadi. Janob, bir daqiqa qarolasiz. Assalomu alaykum janob. Janob, xullas hozir men bitta joydan keldim, bitta aka menga aytdi, sizni o'ldirish uchun Darknet saytiga bitta odamga 10 million so'm beribdi. Sizga maslahati bugun kech qishloqdan dabaroqa bo'ling. Agar dabaroqa bo'lmasangiz sizni o'ldirib ketishi mumkin. Menga farqi yo'q, mana ikkita uka. Bo'pti, aka mayli. Kimga aql o'ziga debdan qolaman. Aka mayli, bo'pti. Ularcha hamma aqlli. Hozir uxlaymiz, kuni bilan kompyuter chiqaradi. Uchdi. Men hozir uxlasam bo'ldi. Bismillah deb yotaylik. Bu mahalda kim ekan? Nima ekan? Qani ekan? Mana bu birinchi ogoh. Bu nima bo'ldi? Ogohlantirib. Ogoh. Gojasati elati o'sdan bilmayki. Yani o'sdan nima demoqchi. Hozir unga hatto qolib ketaman. Kim? Bo'lmayapti. Qat. Ukam yotdi. Qo'rqat. Birdan o'tdi. Yan uxlar bizadi. Direkt bir ishni tagiga chiqib Yiba. Qasiba. Ikkitasi sug'urdi. Ukam yozni o'rgan. Nima deb bugun o'lasan. Hozir yozaman. Bitta xat yozib boraman. Butun umr kechiraman. Sal ana ko'ramiz. Endi o'qib ketishimcha ahvolini ko'ramiz. Uchasam bo'lyapti. Hozir uyquga kiraylik. Gitti. Cham. Voy, belim og'riyapti. Sal soatga qaraychi. Soatim 12:30 bo'lyapti. Sal kompyuter chiqalay. Voy, belim qotib qoldi. Kim eshik ochib ketdi? Bashor. Ukam yozni o'rgan keyin uxur. Ibrat. Ha, mer, ana uni qarang, tuting, mer uni tuting. Mer, politsiya telefon qiling. Meni o'ldiryapti, qon ketyapti.
ketyapti. Qon ketyapti. Menga telefon qilish kerak, telefonda. Hali uni 4 yil kiritavermasam ismini boshqa qo'yaman. Qarab turinglar bolalar, men 4 yil kiritaman-ku. Kiragan joyiga kira. Hozir 13 kun telefon olib kelay, mergashdi. Telefon oldim-ku, hammasini screenshot qilib yozib olib. Ne? Hammasini yozib oldim-ku, qon ketyapti oyog'imdan. Oyog'im sinadi deb yozib olaman. Hozir ko'rib turinglar-chi, kechasini kelib bugun seni o'lsang ukatoy nima deb yozgan ukam bor. Oyog'im sinadi deb yozib bersan, ismini qo'yaman. Narsalarim olib uyimni ichida. Ovqatni olib olaydi. Ja g'alatiroqda bu ber. Hali qon ketdi deb yozib bermasam-chi. Kiyimlarimni kiyib olay, santas qilaman. Bala. Ani tayyorman. Mexanistin. Ana, mana bala. Mana. Ya, men o'ldiryapti. Menga telefon qilaydi. Politsiya 911. Alo, nima xizmat? Alo, nima xizmat kerak? Men hozir bitta bola o'ldirib daryoga otvormoqchi, yordam beringlar. Iltimos, bugun bozor. Bular emas to'xtagan. Sizga qutqarsa erta kuting. Iltimos. Dit. Va o'linglar. Chetga o'linglar qilaylik. Alo, nima xizmat kerak? Men kimdir arqamdan qo'yapti. Yordam beringlar. Bu bizga hamma basodam yaqilgan. Chunki biz o't o'tiruvchilar bizlarga qarama qiluvchi ukam bo'pti bu. Men hammasini jo'rganmi? Ha? Ye, 911. Alo, nima xizmat kerak? Mana men o'ldiryapti. O'ldiryapti. Oyog'imdan qo'y ketyapti. Qo'chim bog'da o'lib qolaman, yurmayapti. Ay, uryapti. Yordam bering. Bizlar hozir ishonmaymiz. Kerak telefon qiling. Пожалуйста, оставьте рассады. Будто. Dit. Bu ne var? İşi kusura bakma. İşi kusura bakma. Ana kusura. Yaxshi, santachi chiqarkan. Hozir ham kamal talgan bilmabman-da. Alo, yarasa bo'laman. Menga qaranglar, yordam beringlar. Yordam beringlar. Men o'ldiryapti. Oyog'imdan sindirdi. Oyog'imdan qilib yurmayapman. Emaylab yuribman. Yordam beringlar. Uyda borlikmi? Gado bo'ldik. Uminni. O'zing chiqmasam bilan.